2025-yil patent test savollariga javoblarni mana shu videoda olishingiz mumkin. Videoni e'tibor bilan ko'ring va oxirigacha tomosha qiling. Assalomu alaykum. Bugun patent imtihonida tushadigan savollarni birinchi variantini ko'rib chiqamiz. Jami imtihonda 6 ta variant bo'ladi. Shu variantlardan imtihonda savollar aralashib tushadi. Hozir birinchi variantni ko'rib chiqamiz. Birinchi vazifa. Прослушайте диалог и определите, где происходит разговор. Выберите правильный ответ. Ya'ni dialogni tinglang va suhbat qayerda bo'layotganini aniqlang. To'g'ri javobni belgilang. Здравствуйте. Я хочу сдать экзамен для получения патента. Добрый день. Вы можете сдать экзамен во вторник. С собой необходимо иметь паспорт и миграционную карту. Bu yerda shunday gaplashishdi. Assalomu alaykum. Men patent olish uchun imtihon topshirmoqchi edim. Xayrli kun. Siz imtihonni seshanba kuni topshirishingiz mumkin. O'zingiz bilan pasportingiz va migratsion kartangiz bo'lishi shart. Endi savol. Они говорят в центре тестирования. Ya'ni ular test olish markazida gaplashyapti. Ikkinchi vazifa. Прослушайте объявление и выберите правильный ответ. E'lonni tinglang va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые покупатели, если вы потеряли свои вещи в нашем магазине, обратитесь к администратору. Ya'ni, hurmatli xaridorlar, agar siz o'z buyumlaringizni bizning do'konimizda yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, administratorga murojaat qiling, deb aytildi e'londa. Endi savol. Sпросите о потерянных вещах у администратора. Ya'ni, yo'qolgan buyumlaringiz haqida administratorga murojaat qilishingiz kerak. Keyingi bo'limimiz o'qish, чтение. Uchinchi vazifa. Прочитайте объявление и выберите правильный ответ. Ya'ni, e'lonni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые граждане, оплачивайте свой проезд вовремя. Hurmatli fuqarolar, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lang degan ma'noni bildiradi. Такое объявление можно прочитать в автобусе. Ya'ni bunday e'lonni qayerda o'qishimiz mumkin? Avtobusda. To'rtinchi vazifa. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Ya'ni matnni o'qing va to'g'ri javobni belgilang. Уважаемые гости, приглашаем вас на автобусную экскурсию по городу. Экскурсия будет 12 мая, во вторник, с 10 до 14 часов. Ждем вас около торгового центра «Мир». Ya'ni, hurmatli mehmonlar, sizlarni avtobusda bo'ladigan shahar ekskursiyamizga taklif etamiz. Ekskursiya 12 may, seshanba kuni soat 10 dan 14:00 gacha bo'lib o'tadi. Endi savol. Ekskursiya начинается в 10 часов. Shuni belgilaymiz. Keyingi bo'limimiz pismo, ya'ni yozma. 5-chi vazifa. Прочитайте текст и вставьте пропущенное слово. Ya'ni matnni o'qing va tushirib qoldirilgan so'zni yozing. Батыр приехал из Узбекистана. Батыр O'zbekistondan kelgan. Батыр строитель. Botir quruvchi. Пишите нужное слово в анкету. Anketaga kerakli so'zni kiriting, yozing degan ma'noni bildiradi. Anketa. Как вас зовут? Меня зовут Батыр. Ismingiz nima? Mening ismim Botir. Откуда вы приехали? Qayerdan kelgansiz? Я приехал из Узбекистана. O'zbekistondan kelganman. Кто вы по профессии? Я строитель. Ya'ni kasbingiz bo'yicha kimsiz? Men quruvchiman. Keyingi bo'limimiz leksika и грамматика. 6-chi vazifa. Сегодня суббота, а мама приехала вчера в пятницу. Ya'ni bugun shanba,
Mening onam kecha juma kuni keldi degan ma'noni bildiradi. 7-chi vazifa. В салоне сотовой связи я купил telefon. Ya'ni uyali aloqa salonidan men telefon sotib oldim degan ma'noni bildiradi. 8-chi vazifa. Как вас зовут? Меня зовут Иван. Ismingiz nima? Mening ismim Ivan. 9-chi vazifa. Мы приехали в Россию, потому что здесь есть работа. Biz Rossiyaga kelganmiz, chunki bu yerda ish bor degan ma'noni bildiradi. Keyingi bo'limimiz История России, ya'ni Rossiya tarixi. День Победы в России отмечают 9 мая, ya'ni G'alaba kuni Rossiyada 9 may kuni nishonlanadi. 11-chi vazifa. Столица Российской Федерации – Москва. Rossiya Federatsiyasi poytaxti Moskva. 12-chi vazifa. Великая Отечественная война закончилась в 1945 году. Ya'ni Ulug' Vatan urushi 1945-yilda tugagan degan ma'noni bildiradi. 13-chi vazifa. Содружество независимых государств СНГ было образовано после распада СССР в 1991 году. Укажите флаг Российской Федерации. Birinchisini tanlaymiz. Keyingi bo'limimiz Основы законодательства Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi qonunchilik asoslari bo'limi. 15-chi vazifa. Статья 62. Конституция Российской Федерации определяет статус иностранных граждан на территории Российской Федерации. Согласно этой статье, иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 62-moddasida chet el fuqarolarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi maqomi ushbu moddaga ko'ra belgilanadi. Chet el fuqarolari Rossiya Federatsiyasi fuqarolari bilan teng huquqlardan foydalanadilar va majburiyatlarni oladilar. Federal qonun yoki Rossiya Federatsiyasining xalqaro shartnomasida belgilangan hollar bundan mustasno. 16-chi vazifa. Иностранный гражданин в Российской Федерации обязан однократно пройти дактилоскопическую регистрацию и фотографирование при получении разрешения на работу. Ya'ni Rossiya Federatsiyasida chet el fuqarosi ish ruxsatnomasini olishda bir marta barmoq izlarini topshirishi va suratga tushishga majbur degan ma'noni bildiradi. 17-chi vazifa. На территории Российской Федерации в отношении иностранного гражданина совершено преступление, куда он должен обратиться за помощью. В полицию. Ya'ni Rossiya Federatsiyasi hududida chet el fuqarosiga nisbatan jinoyat sodir etildi. U yordam uchun qayerga murojaat qilishi kerak? Politsiyaga. 18-chi vazifa. Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен иметь паспорт и миграционную карту. Ya'ni yashash joyidan ro'yxatdan o'tishda chet el fuqarosida pasport va migratsion kartasi bo'lishi kerak. 19-chi vazifa. Если иностранный гражданин нарушил правила постановки на миграционный учет, то он привлекается к административной ответственности. Ya'ni chet el fuqarosi migratsiya ro'yxatiga olish qoidalarini buzgan bo'lsa, u ma'muriy javobgarlikka tortiladi. 20-chi vazifa. Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания устанавливается в отношении иностранных граждан и назначается судьей. Верно ли это утверждение? Верно.
ya'ni ma'muriy jazo chorasi sifatida Rossiya Federatsiyasidan ma'muriy chiqarib yuborish xorijiy fuqarolarga nisbatan sudya tomonidan belgilanadi va tayinlanadi. Bu bayonot to'g'rimi? To'g'ri. Biz hozir birinchi variantni yechib chiqdik. Bizda yana 5 ta variant qoldi. Ularni ham navbati bilan ko'rib chiqamiz.